Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sizlerle Gazi Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü İslah 2021 yıl 6. ayının 28. günü hürmetli vatandaş. Tünü gün 2025 yıl depti men. Hada şingüce yaşaşka ömür ata kılsın. Birli arzoyum ba vatandaşım. Xitay Kompartiyası gümran boldu degen bir sözünü anlı bilip la Allah'a can teslim kılgın ba vatandaşım. Men uzun yolunu besip geldim bu dünyaga. Bu hareketki yaka Xitayga karşı milli müstakillikni asliga keltirish, devlet kurulan, devlet nesli keltirish bek uzun. Şu anda vaziyet kıstab kelavatqanda Allah'tan ömür talep kılamiz yüzümüzge vatandaş. Tünüki kameranın alаңçılığı da 2025 yıl depti meni keçiringlar. Endi bugün sizlarga so'zlaydigan vaziyetimiz mundaq. Beijing'ning ahvoli intayin egər mavzucumu. Beijing'ning ahvoli intayin egər. Prezident Joe Biden'ning nishoni Jungo'ning ustidan g'alaba qilish. Mavzuli xabar 6. ayning 27. kuni Dovi Tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bu noktada mesela şu mavzuda hazır Jungo'luq danışmanlar Devlet Mahkemesi'nin danışmanları ikrar qildi vatandaş. Bunu hatta bugünkü Tor betida Volkochisi televiziyasi şu mavzuni ishlatibdi vatandaş. Demek hazır Jungo Devlet Mahkemesi'nin akılda malları, bilim hazırlarının alimleri itiraf kılvatıdı şu mavzu aslında. Bu haber mundaq başlandı. Jungo Press matbuat Dovi mundaq haber kıldı. Jungo Press emas, Jungo'nun özünün matbuatı Dovi. Yaqında çağırılgan G'arb devletleri yuqori darajaliklar yig'ini, yani taraqqiy topgan 7 devlet guruhining yuqori darajaliklar yig'ini, NATO'ning yuqori darajaliklar yig'ini, Prezident Joe Biden bilan Yevropa İttifaqı rahbarlari o'tkazgan yuqori darajalik yig'in. Men buni bir cümle qo'shib qo'yay. Cenva söhbeti Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden bilan Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin o'tkazgan yuqori darajaliklar söhbeti. Men qo'shib qo'ydim bu jumlani. E'lon qilgan axborotning mazmuni Jungo'ga chetildi. Mushlarning hammasi kelib Jungo'ga chetildi. Jungo'ni cheklaydigan qattiq bir pozitsiya o'tirg'i chiqdi. Jungo Xalq Universitetining professori, xalqaro munosabatlar ilmiy jamiyatining mudiri She Yinhong, shu Davlat Mahkemasi Jungo'ning danışmanları She Yinhong navbatda Jungo duch kelgan xalqaro vaziyatdan taloq ma'nida umidsizlandi. Va Dovi Tor betining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Tafsilotlarni qo'yib turaylik. Qatar açılgan 3 türlük yuqori darajaliklar yig'ini e'lon qilgan axborot bayonotlarning mazmunidan qarasak, G'arbda taraqqiy qilgan davlatlar umumiyuzlik Prezident Joe Biden hukumati tarafga egib butun yer sharida yuqumliq virus optini oxirlashtirish, taraqqiy qilgan davlatlar ittifoqining hammani besib tushadigan rolini qurib chiqish va bu ittifoqning rahbarlik qilib yer shari klimat o'zgarishiga taqobil turish va bu ittifoqdosh davlatlarning yer shari ideologiyalik ta'sir ustunligini asliga keltirishga kapolat qilib, ittifoqdoshlarning yuqori fan texnik ustunligini davomlashtirish, ilgari surishni qaror qilish jihatda va ta'minlash liniyalarini qayta qurish jihatda qaror qabul qildi. Bu yig'inlarning hammasi o'xshashli mushu jihatda qaror qabul qildi.
Bolup G'arbdagi jangoga qarshi frontning ittifoqlash sur'atidan qaraganda Şeyinxon mundaq hisobladi. Jangoning xushal bo'ladigan hech narsa qolmadi. Kelar yili jango duch keladigan xalqaro muhit texmi eg'ir, texmi qiyin bo'ladi. Harbiy ishlar qatlamidan qaraganda NATO axborotida birinchi bo'lib jango degan ismni eg'izga oldi. Hamda prinsipni asos qilgan xalqaro tartibga hamda ittifoqdoshlarning bexatarlik sohalariga sistemli tehdid paydo qildi jango deb ko'rsatdi. NATO'ning endi Tinch okean ittifoqdoshlari a'zo davlatlar Yaponiya, Avstraliya hamda Yangi Zelandiya qatorliq davlatlar bilan siyosatda dialog va amaliy hamkorlik, o'rtaq bexatarlik va prinsipni asos qilgan xalqaro tartibni ilgari surish planini e'lon qildi. Davomini anglash, hurmatli vatandoshim.